Assalomu alaykum. Mening ismim Azmat Muhammadjon. Turkiyaning İstanbul shahrida yashayman. Men bugun qaynotam Yasin Abdurahmon haqida guvohlik bermoqchi. Qaynotam Yasin Abdurahmon 1963-yili 9-oyning 18-kuni Kordoning bugun nahiyasida tug'ilgan. Mana bu qaynotamning kimligining fotografi. 2017-yili ayolim Parizat Yasinning oilasidagilar bilan aloqamiz uzilib qolgandan keyin uning oilasi haqida hech qanday bir ma'lumotga erishamagan edim. Fakat bir hafta burun egallagan bir uchurimizga qaraganda ayolimning dadisi Yasin Abdurahmon 2017-yili 9-oyning 26-kuni oilasidan hech qanday bir sababsiz holda tutilib ketilgan. Tutilib ketilgandan keyin jamoat xavfsizlik tarmoqlari tarafidan oilasiga tutilib ketilish sababi nima jinoyat o'tkazganligi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Ve 2017-yildan tortib toki hozirgacha oilasidagilar bilan biror qitimma ko'rishishga yo'l qo'yilmagan. Qaynotam Yasin Abdurahmon bo'lsa, ezigilik va boqmachilik bilan shug'ullanadigan oddiy bir dehqon. U davlatning hech qanday bir qonun siyosatlarga xiloflik qilgani yo'q. U gunohsiz. Qaynotam Yasin Abdurahmon mushkamgacha 9 qitim cho'ng-kichik operatsiya bo'lgan. Salomatlik ahvoli yaxshi emas. Biz shuningdan ansiraymizki, bu 3 yil jarayonida u nerede turyotidu, nima yeb, nima ichyotidu, dorilarni vaqtida yeyalayotgandi, bizning hech qanday xabarimiz yo'q. Uning salomatlik ahvoli yaxshi bo'lmasligi va nihoyatda kesili ig'irlab ketgan bo'lishi mumkin. Bu 3 yil jarayonidagi jamoat xavfsizlik tarmoqlarining hech qanday bir ma'lumot bermasligi va qaynotam Yasin Abdurahmonning taqdirining noaniq holatda turishi bizni nihoyat qattiq andishaga solmoqda. Biz Jungo hukumatidan shuni talab qilamizki, qaynotam Yasin Abdurahmon to'g'riliq eng qisqa vaqt ichida oilasiga aniq bir ma'lumot berilsin va qaynotam Yasin Abdurahmon darhol shartsiz holda qo'yib berilsin. Qaynotam Yasin Abdurahmon gunohsiz.